Alloh taolo yaratgan bu ko'zlarimiz qiyomatda ham mana shunday holatda bizga beriladigan bo'lsa, bu dunyoda bizga yordam bergan bu ko'zlarimiz qiyomatda Alloh taoloni jamolini, ya'ni jannatda Alloh taoloni jamolini ko'rishdek go'zal holatdan mahrum qilmaylik. Yana biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilinsa, bizni Alloh taoloning o'zi mukammal bo'lgan vasatiyya o'rta yo'liga solib qo'yadi. Vasatiyya yo'li, ya'ni o'rta yo'l, Alloh taoloni mu'tadil yo'li bizni hayotimizda shu qadar kerakliki, bizni hayotimizda katta rol o'ynaydi. Hozir o'tirganlarni ichidan hamma narsani iziga sololmayotganlar bo'lishi mumkin. Mana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashish, u zotni izlaridan yurish bizga katta yordam beradi. Bundan o'zimda 4 yil, 5 yil avval siyrat o'qimasimdan avval meniyam hayotimda mana shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan edi. Mana bu ilmni o'rgansam vaqtim yetmay bunisi qolib ketardi, bunisi qolib ketsa o'zimni yaxshi ko'rgan, nafsim xohlagan ishlar qolib ketardi. Mana shunda bir shayxni darslariga kirdik, alohida dars bo'lib qoldi. Shunda o'sha inson aytdilarki, kimki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muhabbat qilsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytgan yo'llaridan yursa, sunnatlarini tiriltirsa, Alloh taolo unga eng go'zal yo'llarni nasib qiladi. Eng go'zal yo'llarni nasib qiladi va oxiratda qiyomatda Firdavs jannatlarini nasib qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan tiriltirib, nomai a'molini o'ng tarafdan berib, Kavsar suvlaridan ichtirib, o'z jamolini ko'rishga muyassar qiladi dedilar. Qarang, qanaqa muhabbat qilinganda go'zal mukofot. Biz ortiqcha narsa qilmaymiz, faqatgina muhabbat qilamiz. U zotni aytgan yo'llaridan, chizib bergan xaritalaridan yuramiz, yana bizga foyda bo'ladi. Insonlar ichida biror kimni muhabbat qilsangiz, bashariyat ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshqa biror kimga muhabbat qilsangiz, mana shunday mo'jizalar biror kimga berilmagan. Aynan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamgagina berilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini go'zal holatda ta'riflab ham berganlar. Eng go'zal ta'rifni man mana shu joyda aytmoqchiman. Qiyomatda Kavsar qudug'i oldida barcha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatlari yig'ilar ekan. Mana shunda Alloh taolo bu hadis sahihmi yoki sahih emasmi bilmadim. O'sha joyda oltin idish keltirilarki, Kavsar suvini ichish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z orqalaridan ergashganlarga, ya'ni mu'min va mu'minalarga o'zlarini kaftlarida, muborak qo'llarida Kavsar suvlarini ichirar ekanlar. Kavsar suvidan kim bir qultum ichadigan bo'lsa, abadiy holatda chanqamaydi. Bu qanaqa go'zal buloq Alloh taolo yaratgan. Ana endi undagi go'zallikdan ham keyingi go'zallik nima desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek buyuk insonni qo'llaridan, kaftlaridan mana shunday Alloh taoloni bir mo'jizasini ichish, bu eng katta ikki dunyodagi saodat. Biz bu ishlarga, bunday mukofotlarga qanday erishamiz deyilsa, birgina Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilib, ergashish orqali mana shunday mukofotlarga ega bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilgan insonning hayoti, ikki dunyosi go'zal bo'ladi. Bunga misol qilib, ko'p ustozlarni yoki bo'lmasam sahobalarni, tobiinlarni, tabi'a tobiinlarni bir hayotlarini ko'zdan kechirib chiqsak, ancha o'zimizga foyda bo'ladi. Hozirgi kunda biz ergashayotgan insonlar kimlar? Siz ayni damda kimlarni Instagram tarmog'ida ko'proq kuzatasiz yoki Telegramda? Mana shularni yozib qoldiring. Hozir mana shunda ozgina qo'shimcha savollar ham beraylik. Zerikib qolmani.
Hozir post jo'natdim mana shu joyga. Kimlarni ko'proq kuzatasiz? Kimlarni o'z-o'zidan ko'p kuzatsangiz, o'sha insonlarni yaxshi ko'rgan bo'lasiz va o'sha insonlar bilan birga tirilishda, qiyomatda, qarangki, yaxshi ko'rganlari bilan tiriladi inson deyildi. Qiyomatda mana shu insonlar bilan tirilishga rozimisiz? Mana shu savolga javob berishingizni judayam istayman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbatni fazli judayam ko'p. Agarda sanasak, sanog'iga hech ham yetolmaymiz. Bundan har bir yaxshi ishlar, go'zal ishlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgandan keyin bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muhabbatlarini sezgan inson, qalbida ozgina bo'lsa-da his qilgan inson borgan sari o'sha narsani quva boshlaydi. Muhabbat shunday go'zal narsa. Madinaga borganlarni, qalbidan his qilib Madinaga borganlar, hamma umraga borib kelyapti hozir. Qalbidan his qilib Madinaga borganlarni so'raydigan bo'lsangiz, Madina shunday joyki deb tasvirlashadi. Bormaganlarga bir armon, borganga 1000 armon deyiladi. Agarda o'sha inson muhabbat qilgan bo'lsa. Yoki bo'lmasam oddiy bir shirinlikni bir joyda yedik deylik. Mana shu bir joyda yegan shirinligingiz og'zingizga rosa yoqib qoldi. Yoqib qolgandan keyin aytasizki, yana o'sha narsada anchadan keyin ham eslab yurasiz. Falon narsani bir joyda yegandim, og'zimda qolgandi, bir yana falon joyga borsak yeymiz-a deb eslab qo'yasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat mana shunday. Insonni qayta-qayta o'ziga chorlaydi. Xuddi magnitga o'xshab. Savollar bo'lsa, bemalol savollar bo'limiga yozib qoldirishingiz mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishni yana bir eng go'zal taraflaridan biri insonning hayotida juda ham kerakli bo'lgan go'zal amallardan hisoblangan to'g'rilik, to'g'ri so'zlik, Alloh taologa yaqinlik va insonlarga, maxluqotlarga yaxshilik, go'zal xulqlarning barchasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilgandan so'ng boshlanadi. Go'zal xulq deganda nimani tushunamiz desa, Alloh taolo yaratgan yaxshiliklarning barchasi go'zal xulqlar hisoblanadi. Kimgadir tabassum qilishimiz yoki bo'lmasam chiroyli so'zlashimiz, insonlarga yaxshilik qilishimiz, ehson qilishimiz, ilm o'rganishimiz, bu dunyoni obod qilishimiz va kattalarni hurmat qilib, kichiklarni e'zozlashimiz, hayvonlarga muruvvat ko'rsatishimiz yoki bo'lmasam mana shunga o'xshash har bir narsa bu go'zal xulqlarga kiradi. Yoki bo'lmasam ustozlarimizni hurmat qilishimiz, farzandlarimizga chiroyli tarbiya berishimiz, ko'cha-ko'ylardagi axlatlarni tozalashimiz, atrof muhitni toza saqlashimiz, qushlar uchun salqin bo'lsin, insonlarga salqinlik bersin, mana shu qushlarni taomi bo'lsin deb daraxt ekishimiz, mana shularning barchasi go'zal xulq hisoblanadi. Agarda bozorda turadigan bo'lsak, xaridorlarni aldamasligimiz, taom pishirib sotadigan bo'lsak, taomni go'zal holatda pishirishimiz, oila ahillarimizni hurmat qilishimiz, vatanimizni sevishimiz, millatimizni rivoji uchun xizmat qilishimiz, mana shunga o'xshagan har bir yaxshiliklar go'zal xulqlar hisoblanadi. Go'zal xulqlarni xulqimni go'zallashtiraman, odobimni chiroyli qilaman degan kimsa musulmon kishining 35 odobi va shayximiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ijtimoiy odoblar kitoblarini o'qib, odoblarini chiroyli qilib olishlarini tavsiya beramiz. Nafaqat inson, ya'ni biz yoki siz farzandlarimizga ham oilaviy holatda bu ijtimoiy odoblar kitobini o'qib, birgalikda amal qilinsa, inshaalloh foydali bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan inson, Rasulullohni tanigan inson yaxshilab esda saqlangki, odobsiz bo'lmasligi kerak. Musulmonman degan, mu'minaman degan, namoz o'qiyotgan, hijobda bo'lgan inson miyangizga yaxshilab quyib olingki, odobsiz bo'lmang. Sababi sizni deb yoki meni deb, mana shu qilgan odobsizligimizni deb islomga
putur yetib qolmasin. Hozirgi kunda nima ko'payib ketdi? Ko'ryapmiz, hijobli qizlarni ham ko'ryapmiz, soqol qo'yganlarni ham ko'ryapmiz, namoz o'qiyotganlarni ham deyishadi, to'g'rimi? Ko'p eshitganmiz bu narsani. Mana shunda ular o'ylashmaganki, mani boshimda ro'molim bo'lsa, qilayotgan ishim islomga zarar yetkazmaydimi? Mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiynalib bizgacha yetib kelishida katta qiyinchiliklar bilan insonlar hattoki qon to'kkan bu islomni man qoraytirib qo'ymaymanmi degan so'zlarni bir marta bo'lsa ham savolni o'zimizga berishimiz kerak. Mana shunda ozgina bo'lsa ham vijdonimiz uyg'onsa, shoyatki. Bir daqiqa. Hop. Demak, bugungi suhbatimiz mana shulardan iborat edi. Demak, 49 daqiqa gapirdik. Alloh taolo gapirtirganicha, qodir qilganicha so'zlashga harakat qildim. Yuqorida aytganimdek, jaydari suhbat bo'ldi. Ya'ni adabiy suhbatlardan ko'ra menga umuman hech qanday qoliplarga solinmagan suhbatlar juda ham yoqadi. Savollar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Bu yog'iga endi savollar bo'limiga o'tamiz. Asalni ham ozi shirin deyilganidek, buguncha mana shu ma'lumotlarni esda saqlab, hayotimizga tatbiq qilsak, albatta foydali bo'ladi. Hop. Ungacha savol yozib bo'lguningizcha men sizlarga qisqa bir hikoya aytib berib turaman. O'z mani odatim har bir suhbatimda hikoya aytib bergim keladi. Mana shunda ozgina bo'lsa ham zerikishlar yo'qoladi va suhbatlarga bo'lgan qiziqish, ilmga bo'lgan qiziqish ortib boradi. Bu juda ham yengil hikoya. Lekin shunday bo'lsa-da, ma'nosi juda ham og'ir. Bir qarashda juda ham yengil deyishimiz mumkin, lekin ma'nosi juda ham chuqur va og'ir. Yaxshilab anglab, hayotingizda tatbiq qilishga va eng asosiysi bu hikoyani yaxshilab o'ylab chiqishga harakat qiling. Keling, buni ham boshladik. Bu yoshligimda menga aytib berishgan va hali hanuzgacha menga juda ham yordam beradigan hikoyalardan biri. Bir cho'pon bo'ladi, qishloqdagi bir cho'pon. U doim cho'ponlik bilan shug'ullangani uchun ertalab tog'ga olib chiqib ketib, qo'ylarini boqadi va qaytarib olib keladi. Uning hayot tarzi mana shundan iborat edi. Qishloqda uni qiladigan ishi shu. Bir kuni zerikibdi. Kechqurun yulduzlarni tomosha qilib, tomga chiqib yotsa, shayton uni xayoliga nimadirlarni olib kela boshlabdi. Shunda zerikib oxiri aytibdiki, ichidan bir shayton aytibdi, man bu qishloqdagilarni qo'yini boqaman-u, bu qishloqdagilar meni yaxshi ko'radimi o'zi? Bir bularni sinab ko'raman debdi-da, tomda turibdi-ku. Hozir bularni sinayman deb tomni ustiga chiqib hayqiribdi. Kechqurun bir vaqt allamahal bo'lgan paytda u tomni ustida baqira ketibdi. Odamlar, qo'yimni bo'ri yeb ketdi. Shoshilinglar, qo'ylarimdan birortasi ham qolmadi. Hayhot deb tomni ustida hali u yoqqa, hali bu yoqqa yugura ketibdi. Qishloqdagilar eshitgan payti shoshilibdi yordamga. Hali unisi narsalarini olibdi, biri tayoq, qo'liga kelgan apil-tapil o'rnidan turib, qo'liga kelgan narsani odamlar olib, cho'ponnikiga yuguribdi. Kelishsaki hammayoq tippa-tinch, qo'ylar uxlab yotibdi. Cho'pon bo'lsa tom ustida qah-qaha otib kulayotgan emish. Shunda odamlar juda ham jahli chiqibdi. Sani kallang joyidami? Nimaga kechqurun insonlarni uyg'otasan? Sabab nima edi? Desa, men sizlarni sinamoqchi edim, debdi. Shunda o'sha yerdagi bir odam aytdiki, bu sinash emas, insonlarga ozor berish bo'ladi. Yolg'on gapirding, yolg'onchi bo'lmagan deb unga qattiq dakki berib, ularni jahli chiqib qaytib ketibdi. Cho'pon qahqaha o'tib kulibdi. O'zicha xursand bo'libdi qilgan ishidan. Ertasi kun bo'pti. Oradan ancha vaqt o'tibdi. Ancha vaqt o'tgandan keyin yana zerikishni boshlabdi. Zerikib aytibdiki, yana bitta sinaymiz bularni deb, yana yolg'ondan qo'ylarimni bo'ri yedi deb baqiribdi.
o'rtada ancha vaqt o'tdi-ku, insonlarni esidan chiqdi, cho'ponga yordam beraylik, qo'ylarni yeb ketayotgan ekan deb insonlar yana allamahalda apil-tapil qo'liga nima kelsa olib, cho'ponni uyiga qarab yugurib ketdi. Qarasa yana qo'ylar uxlab yotgan, cho'pon bo'lsa tom ustida, hech nima bo'lmagandek, daraxt shoxlaridan barglarni uzib, o'ynab o'tirganmish. Shunda ularni judayam yana jahli chiqibdi. Yana dakki berishibdi. Shunda cho'pon yana sizlarni sinamoqchi edim debdi. Ularni yana jahli chiqibdi. Bu sinashmas, yolg'on gapirish deb ularni yana jahli chiqib, u bilan ozgina urushib, yana qaytib ketishibdi. Oradan bir muncha vaqt o'tibdi. Bu gal haqiqatdan ham cho'ponni qo'ylariga bo'ri tashlanibdi. Bo'rilar galasi kelib, qo'ylarini birma-bir bo'g'izlab yeyishni boshlabdi. Shunda cho'pon hayhot qo'ylarimni bo'ri yedi deb baqiribdi. Bulardan keyin qishloq ahlidan birortasi loaqal uydan, ya'ni derazadan boshini chiqarib, nima bo'ldi demabdi. Hamma eshitibdi, lekin yolg'onchi cho'pon yana yolg'onchilik qilyapti, borganim bilan yana yolg'on gapiradi deb turmabdi. Ertasi kuni qarashsaki, haqiqatdan ham cho'ponni qo'ylarini bo'ri yeb ketgan edi. Shunda cho'pon kiyimlarini yirtib, dod-voy solibdi. Nedir kiymanga yordam bermadingni, mani yolg'iz qoldirib ketdingni deb hayhot deb baqiribdi. Shunda qishloqdagilar aytibdiki, bir yordamga keldik, ikki yordamga keldik, uchinchisida sen yolg'on gapiryapsan deb kelmadik, ayb o'zingda edi deb javob berishibdi. Bundan xulosa nima desa, bundan xulosa yolg'on gapirish insonni o'zigagina zarar keltiradi. Biz o'ylashimiz mumkin, yolg'on gapirib bu joydan chiqib ketdik, yolg'on gapirganimizda bu vaziyatdan chiqib ketdik deb o'ylaymiz, uni aldadim, u aldandi deb o'ylaymiz, lekin aslida aldangan u emas, aldangan biz. Ziyon ko'rgan u emas, ziyon ko'rgan biz bo'lamiz. Xulosani mana shunday qo'ysak, go'zal bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pchilik mana shunday deb o'ylaydi. Tarozudan urayotgan savdogarlar shunday xayol qilishadi. Men foyda oldim deyishadi. Aslida uni ziyonga qo'ydim deyishadi, lekin aslida ziyonga kirgan savdogarlar bo'ladi. U masalan deylik 1 kilo olma oladigan bo'lsa, uni 200 yoki 100 grammini urib qoladigan bo'lsa, u 100 gramm olmani kam yeydi, hech nima qilmaydi. Lekin o'sha 100 gramm unga ortib qolgan, bir kun 100 grammdan bo'lib 1 kilo bo'lishi mumkin. Aynan mana shu 1 kilo uni tanasiga olov bo'lib kiradi. Aynan mana shu insonlarning haqqini olov sifatida qabul qiladi. Va qiyomatda Alloh taolo birovlarning haqqini unga olib bermagunicha jannatga u insonni kiritmaydi. Boshqa savdogarlardan boshqa joyda ham shunday. Tikuvchilarda aytaylik, yoki ko'p ko'ramiz tikuvchilar qo'ylarni etagidagi toshlarni qo'ydik deyishadi, yarmini urib qolishadi, ya'ni. Urib qolib, sizga chiroyli turdi, biz sizga 100 ta tosh qo'ydik yoki faloncha narsa qo'yib berdik deb qilib berishadi. Vaholanki, o'sha inson kam toshli ko'ylak kiysa ham hech nima qilmaydi, lekin o'sha joyda o'sha inson ziyon ko'radi. Boshqa joylarda ham shunday. Kurslarni yolg'ondan sotishadi yoki bo'lmasam hozirgi kunda yolg'on yashiq ma'lumotlarni tarqatishadi. Aldanayotgan biz bo'lmaymiz, balki aldanalayotgan aynan o'sha inson bo'ladi. Ziyon ko'rgan ham o'sha aldoqchi, yolg'on gapirgan inson bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar, yolg'onchi bizdan emas deganlar. Mana shuni yodimizda saqlaylik. Bizdan emas degani musulmon emas degani. Yolg'onchi inson, ya Rasululloh, man Qur'onlarni tugatgan edim, falonchi edim, pistalonchi edim deb qiyomatda oldilariga borsa, bizdanmassan deydilar. Bizdan emassan deb javob berib, uni qaytarib yuboradilar. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik. Bugungi hikoyamizni yaxshilab o'ylab ko'raylik va hayotimizga tatbiq ham etaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni
hayotlarini ko'radigan bo'lsak, hech qachon yolg'on gapirmaganlaridan hattoki mushriklarni o'zi ham tan olardi. Aytishardiki, yolg'onchi deymiz deb bir joyda aytishganda, yolg'onchi deyolmaymiz, chunki o'zimiz unga al-amin, eng ishonchli, omonatdor, yolg'on gapirmaydigan deb laqab qo'yib olganmiz. Endi yolg'onchi desak, yolg'onchini o'zi biz bo'lib qolamiz deb o'zlariyam tan olishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilgan inson yolg'onchilik degan illatdan ham yiroqda bo'lishi kerak. Yiroqda bo'lish uchun esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilib, u zotga ergashishi zarur. Bugungi hikoyamiz ham sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Savollar yo'q ekan. Menimcha bugungi suhbatimiz foydali bo'ldi. Yozilibdi bu joyda. Maryam talibamiz Bintu Sodiq, Alloh taolo sizni Bintu Sodiq ustozamiz bilan birga tiriltirishni nasib qilsin. Muhammad Ali Shonqulov, mashaalloh, Husayn Buxoriy ustoz, Alloh taolo u zotni ilmlardan, hilmlardan bizga ham bersin. Abdulloh domla, Alloh taolo ustozlarimiz bilan birga tirilishlikni nasib qilsin. Shayx hazratlari, Binti Sobir, Husayn Buxoriy ustozlar. Bintu Maftuna binti Jamoliddin talabamiz go'zal yozibdilar. Shuni sizlarga ham o'qib bermoqchiman. Men hech qanday bloger kuzatmayman. Ilm mahallarini barchasini eshitaman. Hozirda Abdul Azim domla siyrat darslarini eshityapman. Muhammad Odil ustozni kifoya kitob darsliklarini eshityapman. Alloh taolo ilmingizni ziyoda qilsin. Al-Falah, Hasanxon Yahyo binti Sodiq. Mashaalloh, Alloh taolo bizni ustozlarimiz bilan birga tiriltirsin. Husayn Buxoriy, Odinaxon ustozlar, Nozimaxon ustozi, Yorqinjon ustoz. Yorqinjon ustozni Alloh taolo balki qalbimga solgandir, balki yoshligimizdan suhbatlarini ko'p eshitgandirmiz. Yorqinjon ustoz deyilsa, hayolimda ismlari yozilsa ham qayerdadir ko'zim tushadigan bo'lsa, ko'zimni oldida, hayolimda birdaniga gavdalanadigan ustozlardan biri. Alloh taolo u zotni marhamati bilan siylasin, rahmatiga olgan bo'lsin. Bu joyda Muhammad Ali Shonqulovni kuzatadiganlar juda ham ko'p aka. Yorqinjon ustoz, Alloh taolo ularni rahmatiga olgan bo'lsin. Gulruhxon ustozani tanimas ekanman. Munisa Rahimjonovani kuzataman. Al-Falah. Mana shu insonni tanimas ekanman. Al-Falah. Ko'p joylarda eshitganman lekin ismlarini. Manfaatli suhbat bo'lgan bo'lsa, ustozlarimizni haqqiga, ota-onamizni haqqiga va men borgan sari dangisalashib borayotgan ustozangiz haqqiga duo qiling. Borgan sari nimagadir darslarim ko'payib ketyaptimi? Darslarimga ozgina ulgurmay qolyapman. Haqqimga duo qilishni unutmang. Alloh taolo barchamizdan rozi bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Suhbat sizlarga foydali bo'lgandan juda ham xursandman. Hikoyamiz yoqgan bo'lsa, albatta hayotimizga tatbiq qilishni ham yodingizdan chiqarmang. Xo'p, Rasululloh savol kelgan ekan, shu savol berisharmikin deb turgan edim. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Kattakon rahmat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni, u kishini ko'rish, ishqidagi muhabbat qalbni og'ritadi. Bunga qanday yechim bo'ladi? Yechim yuqoridagi hadis. Ya'ni inson yaxshi ko'rganlari bilan tiriladi deyilgani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbatingiz kuchli bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolodan duo qilib so'rang. Birinchi o'rinda Madina Munavvarani ziyorat qilish bo'lsa, muhabbatingizga ozgina bo'lsa ham suv sepgan bo'lasiz. Lekin bu suv oloviga sepilgan yog'ga o'xshaydi, yana battar alangalanadi. Bu insonga foyda beradi. Keyingi muhabbat bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytish. Salovat aytilaversa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytilgan salovatlar falonchidan deb og'zimizdan chiqishi bilan farishtalar yetkazadi. Shunda ko'p aytilganidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yodlarida ismingiz qoladi. Nomi a'molimiz ochilganda, Alloh nasib qilsa, albatta o'sha kunlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitadilar va o'sha joyda o'rtaga tushadilar. Menga ko'p inshaalloh Alloh nasib qilsin mana shunday go'zal kunlarni ko'rishni va menga ko'p salom yo'llagan mu'minalardandir.
Allohim shu insonga mani shafaatimni bergin deb duo qilsalar ajab emas. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'ramiz inshaalloh va albatta jannatlarga kirsak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashamiz degan niyatimiz ham yo'q emas. Mana shular albatta insonni qalbiga og'riqlik beradi. Balki bu joyda qolib ketsam-chi, pardalar yopilib qolib, u joyga ko'tarilmasam-chi degan og'riqli insonni nafsiga paydo bo'ladigan yoki shayton olib keladigan bunday savollar ko'p bo'ladi. Lekin Alloh taologa duo qilingki, inson yaxshi ko'rganlar bilan birga tiriladi. Inshaalloh. Alloh taolo bugungi suhbatimizni xayrli qilsin, bardavom qilsin. Sizlar bilan mana shunday go'zal suhbatlarni sog'ingan ekanman. Menga judayam foydali bo'ldi. Sizlar bilan suhbat qurish doim menga energiya bergan. Mana shundan keyin anchagacha muhabbat bilan ilm olaman inshaalloh. Sizlarga ham mana shunday suhbatlarda ishtirok etishni, ilmi tolib bo'lib, hayotimizni ilmi tolib sifatida yakunlashni Alloh taolo nasib qilsin. Bugungi suhbatimizni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 10 ta salovat aytgan holatda yakunlaymiz. Marhamat, boshladik. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni oshirsin, qalbimizdan hatto vulqon otilgani kabi otiltirsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimiz bizni zararimizga emas, shirkimizga emas yoki bo'lmasam bizni kibrimizga emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimiz bizni yaxshilikka chorlasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimiz bizni kibrdan uzoq qilsin. Aksincha, xokisorlik, tavozega boshlasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni Alloh taoloning o'zi qaytadan yangilab, sof holatda qalbimizga joylasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shafoatlari bilan Alloh taoloning marhamati bilan gunohlarimiz kechirilgan holatda jannatlarga kirishlikni Alloh taoloning o'zi nasib qilsin. Zurriyotlarimizdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashadigan, u zotning sunnatlarini tiriltiradigan, Alloh taoloning roziligini istaydigan, vataniga, millatiga xizmat qiladigan solih, soliha farzandlarni Alloh taolo chiqarsin. Qalbimizda neki go'zal niyatlarimiz bo'lsa, barchasini amalga oshirsin. Bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xato kamchiliklarni mendan biling, chunki xatokor insonlardan birimiz, bandalarimiz. Islom dinimizda hech qanday xato kamchiliklar yo'q. Xato kamchiliklar uchun alohida uzr so'rayman. Vaqtingizni olgan bo'lsam, yana uzr so'rayman. Sababi iloji boricha qisqa qilishga va sizlarga tushunarli holatda bo'lishi uchun qisqaroq qilib, go'zal holatda gapirishga harakat qildim. Nimaiki gapirgan bo'lsam, Alloh taolo dilimga soldi va tilimdan sizlarga eshitildi. Inshaalloh bugungi suhbatimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi suhbatlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Meni va ustozlarimizni duolaringizda unutmang va keyingi suhbatlarimizda uchrashguncha xayr. Mana shunday holatda keyingi suhbatlarimizda ham diydor ko'rishishlik nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.